Xerox tizimida qarz shartnomasini rasmiylashtirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz ilovaning pastki qismidagi qarz berish bo'limini tanlaymiz. Qarz oluvchini foydalanuvchini izlash, saqlangan foydalanuvchilar hamda QR kod orqali topishimiz mumkin. Hozir biz foydalanuvchini izlash bo'limi orqali qarz berish jarayonini amalga oshiramiz. Bunda foydalanuvchini izlash uchun uning Xerox tizimidagi ID raqamini hamda tug'ilgan sanasini tizimga kiritishimiz lozim. Foydalanuvchining ID raqamini uning profilidagi shaxsiy ma'lumotlar bo'limi orqali bilib olish mumkin. Shundan so'ng qarz oluvchining ID raqamini hamda tug'ilgan sanasini kiritib, foydalanuvchini izlaymiz. Qarz oluvchini topganimizdan so'ng qarz ma'lumotlarini ko'rishni so'rash yoki ma'lumotlarni ko'rmasdan qarz berish buyrug'ini tanlashimiz kerak. Foydalanuvchining qarz ma'lumotlarini ko'rish tartibini alohida videoda tushuntiramiz. Ma'lumotlarni ko'rmasdan qarz berishni tanlaganimizdan so'ng ushbu sahifa ochiladi. Pul birligini tanlab, qarz summasini kiritamiz va qarzni qaytarish sanasini belgilaymiz. Shartnoma tasdiqlanganidan so'ng qabul qilish uchun qarz oluvchiga yuboriladi. Qarz oluvchi bildirishnomalar bo'limiga kirib, shartnoma bilan tanishadi va uni tasdiqlaydi. Shartnoma qabul qilinganidan keyin qarz shartnomasi tuzilganligi to'g'risida bizga bildirishnoma keladi. Shu bilan qarz berish shartnomasi tizimda to'liq rasmiylashtirilgan hisoblanadi. Berilgan qarz bo'limi orqali qarz shartnomasi bilan tanishishimiz, uni yuklab olishimiz va ulashishimiz mumkin. Eng asosiysi, qarz berish shartnomalari tizimda mutlaqo bepul rasmiylashtiriladi. Qarz munosabatlarini Xerox bilan oson va tez rasmiylashtiring. Xerox ishonch kafolati.